holatda aytilgan avliyolarning mana shu kelishi, bularning daholari bo'lishi, Jafar, Abdulloh ibn Jafar degan nom bilan chiqqan, Bilol qutqarib olib, uni azon aytirib, yuksaltirib qo'ygan holatda u o'sha rivoyatlar aytib, qizlarni nikohga berish hojatda o'sha yerga tegish sifatida murojaat qilib shunday degan ekan, mana oldimga kirsa, mana shu duoni bilsa yer, bu duo yurakka shifo ekanda, yurakka shifo deyilgan bu duo. Payg'ambarimiz aytib o'tganlar, bu duoni bilmasa mana oldimga kelmasin degan o'sha qizlar. Vaholanki bu yerda aytib o'tilgan bu yurakka shifo duo. La ilaha illallohul halimu karim, subhanalloh robbul arshil azim, valhamdulillah robbil alamin. Bu duoni qarang, la ilaha illalloh halimu karim, subhanallohi robbul arshil azim, valhamdulillah robbil alamin. Shu duoni bilsin degan. Qarang, qisqa qilib aytilgan, shu Jafar bu azon aytguvchi holatda bu qizlarga o'sha kuyovga aytiladigan narsa, buni biladimi hozirgi yoshlar? Subhanalloh, la ilaha illallohul halimul karim, subhanalloh robbul arshil azim, valhamdulillah robbil alamin. Valhamdulillah bu Allohga shukrona keltirib, vaholanki yashash sifatida bu yerda qo'yiladi. Bu duoning xislat haqida Duxtari Hazrati Abdulloh indora xona dar asari va jodi natavon va u nazdiki beshavat. Ya'ni shu duoni o'qib keyin yaqinlashish sifatida qo'yilgan. Ya'ni dasturu amal Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mavriti mahfuz mandai al zulmi zolimon. Ya'ni eng yomon insonlarning zulmidan qochish holatida yurakka shifo berish, yurakdagi qora dog'larni yo'qotish uchun la ilaha illalloh alimul karim, subhanalloh robbul arshil azim, alhamdulillah robbil alamin deb yashash kerak. Juda qisqa duoda la ilaha illalloh deb halimu karim, halimu karim deydi. Subhanalloh robbul arshil azim, alhamdulillah robbil alamin. Hozir buni yoshlar biladimi shuni? Siyama bilaman deydi. Mana shuni bilishing shart. Hazrati Jafar aytib o'tgan holatda Jafar Rasululloh majbur gardid. Tamam o دختراش با nikoh hojati ibn Yusuf darorat, ammo دختراش گفت. Shuni aytsin, qizlar aytdi. Shuni aytsin degan ma'noda qo'yilgan. Bu sevgi bobida aytilgan narsa, siyama bilaman deydiganlar mana shuni bilsin. Va avliyolar kitobidan olingan bular. O'sha Iso haqida ham aytib o'tilgan. Iso Muhammad ummati bo'lsamiz, mana shu yerda bor ham